Kitap Dengizdeki en çıraylık bilik Hasan Hüseyin Ranglik bilik. Abdori Markis Pfister. Dengizning cho'nqur yerda bir bilik yashaydigan. Lekin u odatdagi bilik bo'lmasdan dengizdagi biliklar ichidagi eng chiroyli bilik hisoblanadigan. Uning badanini har xil ranglar, ya'ni Hasan Hüseyin o'rab turadigan. Bilikning qasraqlari nurliq ham parqiraq bo'lib, quyosh nurida nur chechib yaltirab ketadigan. Boshqa biliklar uning parqiraq, chiroyli qasraqlarga havas qilishadigan. Bu bilikning qasraqlari har xil ranglardan tuzilgani uchun boshqa biliklar uni Hasan Hüseyin deb atashadigan. Hasan Hüseyin, kel, biz bilan birga o'ynag'in deb chaqirishibdi boshqa biliklar. Lekin bu chiroyli bilik mag'rur holda ularga bir eg'izma javob bermay, qasraqlarini yaltiratganicha u biliklarning yinidan uzib ketib qopti. Bir kichik ko'k bilik Hasan Hüseyinning orqasidan agishib uzib kelib, "Hasan Hüseyin, meni saqlag'in. Menga parqiraq qasraqlaringdan bir tal bersang bo'lamdi? Ular bek chiroylikan, ham bu chiroyli qasraqlar senda bek ko'pkan" deb so'rabdi. "Nima? Qasraqlarimdan birini sana beramdim? Xam xiyol qilma. Bu yerdan tez yo'qol" deb adabsizlarcha ko'k bilikqa varqirabdi Hasan Hüseyin. Bunda qo'pol muomalaga uchragan ko'k bilik qo'rqib ketgandan orqasiga o'rilib qechib ketibdi. Va bo'lgan voqeani boshqa biliklarga so'zlab beribdi. Shu kundan boshlab dengizdagi biliklar Hasan Hüseyinga gap qilishni xohlamabdi. Va Hasan Hüseyin ularning yinidan uzib o'tganda, bu biliklar boshqa joylarga uzib ketadigan bo'libdi. Hasan Hüseyin g'amga petibdi va o'z-o'ziga: "Bu chiroyli qasraqlarimga havas qiladigan hech kim bo'lmasa, dunyodagi eng chiroyli qasraqlarga ega bo'lganimning nima foydasi?" deginicha uhsinibdi. Shundoq qilib Hasan Hüseyin yolg'iz qoldi. Bir kuni Hasan Hüseyin dengiz yulduzining oldiga berib, g'am qayg'usini aytibdi. "Men bakmi chiroyli tursam, boshqa biliklar nimishqa meni yaxshi ko'rmaydi?" Dengiz yulduzi bir oz sukut qilgandan keyin: "Marjon xada toshning orqasida bir o'nkir bor. U yerda 8 oyoq yashaydi. U ko'p narsalarni biladi. Balkim u sana yaxshi maslahat bera olishi mumkin" deb yo'l ko'rsatibdi. Hasan Hüseyin o'nkirni tezil tepib oldi. Bu bir qop-qorong'i o'nkir bo'lib, hech narsani ko'rgili bo'lmaydi ekan. U qorong'ida parqirab turgan ikki ko'zni ko'ribdi. Yana o'ziga qarab uzib kelgan 3 qo'lni ko'ribdi. "Seni men saqlayotgandim" deginicha 8 oyoq Hasan Hüseyinning yiniga keldi. "Dengiz to'lqinlaridan sen to'g'riliq hikoyalarni angladim. Mening gapimga yaxshi quloq sol. Sana bermoqchi bo'lgan maslahatim shuki, bu chiroyli qasraqlaringni ko'pchilik biliklarga bo'lib bergin. Balkim sen bundan keyin dengizdagi eng chiroyli bilik bo'la olmasliging mumkin. Ammo sen eng baxtli biliklardan biri bo'la olaysan." Biroq Hasan Hüseyin endi gap qilay deyishiga 8 oyoq allaqachon siyoh bulut orasiga kirib ketibdi. "Qasriqimni ras berib etamdim. Mushu chiroyli parqirab turadigan qasriqimnimi? Undaq ish yo'q. Bu parqiraq qasraqlarimdan ayrilib, qandaqmi baxtli bo'lay?" Tuyuqsiz suv tavrinib, kichik ko'k bilik yana Hasan Hüseyinning yonida paydo bo'libdi. Va "Hasan Hüseyin, sendan o'tinay, menga shu chiroyli qasraqlaringdan bir tal bergin bo'lamdi" deb o'tinibdi. Hasan Hüseyin bir oz ikkilinib qopdi. Arqadan ichida: "Faqat kichikgina bir tal qasraq-ku. Bo'ldi-la. Bir tal berganga bek azoblanib ketmayman" deb o'ylabdi. "Ma'qul, sana berishga qo'shildim" debdi Hasan Hüseyin hamda badanidagi kichik bir tal qasriqni chiqarib, kichik ko'k bilikqa beribdi. "Mana olg'in, endi ketsang bo'ladi" debdi Hasan Hüseyin. Kichik ko'k biliq
xushalliqidan Hasan Husanga qayta rahmat aytibdi. "Sen pek yaxshi ekansan" deb qo'shib qo'yibdi. Hasan Husan bu ishlardan o'zini rohat, xushal his qilibdi. Kichikkina chaqnab turgan qasriqi bilan kichik ko'k beliqning yiroqlab ketayotganligini uzoqgacha kuzatib turibdi. Ko'k beliq badanidagi Hasan Husan uningga bergan kichik parqiraq qasriqi bilan hamma yerini aylanib uzib yuribdi. Boshqa beliqlar bo'lsa, uningga havas qilishibdi. Uzoq o'tmay, ularmi Hasan Husanni qo'shib olib, chiroyli qasriqidan o'zlariga bir tal berishni o'tinibdi. Hasan Husan bo'lsa, o'zidan so'ragan beliqlarning hammasiga parqiraq chiroyli qasriqidan bo'lib beribdi. Beliqlar bak xushal bo'lib ketishibdi. Hasan Husan ularning xushalliklarini ko'rib, o'zini baxtli his qilibdi. Uzun o'tmay, Hasan Husanda faqat bir talla qasriq qopdi. Chunki u chiroyli qasriqlarni boshqa beliqlarga berib bo'lgan edi. Lekin Hasan Husanning ko'ngli qilcha yerim bo'lmabdi. Aksicha o'zini bakmi xushal his qilibdi. "Hasan Husan, kel, biz bilan birga o'ynag'in" deb